Resmen o'zidan o'zi sahiringizni ertalab qarasangiz 17 da. Sahirda CD yo'lidagi shamollashlar tez avj olib ketadi. Sababi shamollash sahirni oshiradi. Shuning uchun biz antibiotik boshlaganmiz. Sahiringiz mana 17-19 bo'lib ketishining sababi shamollash sahirni oshiradi. Siz bu yoqda dieta qilmaganingiz, boshqasi misol uchun bitta, ikkitaga sahirni oshirsa, shamollash prosessi sahirni divoynoy oshirib boradi. Undan risk ko'tarilganlari ham shuni hisobidan. Resmen o'zidan o'zi sahiringizni ertalab qarasangiz 17 da, kecha 6 bo'lib turgan sahir birdaniga 17 bo'lib qoldi. Bu shamollash prosessi hisobiga tez avjiga chiqib ketadi. Keyin ikkinchi tomoni buyrakni iloji boricha mana hozir lecheniya qilyapmiz-ku, lecheniyadan keyin 10 kundan keyin yana qaytadan analiz qilib tekshiring. Bu norma holatida tursin, shunchaki yuzaki qarab ketmang. Bu gnoyniy proses pochkaning ichigacha borsa, keyin kechga qolamiz. O'sha yog'iga kechishni to'g'rilab bo'lmaydi. Hozir oldini olamiz mana qo'llarni boshlab. Mana ko'nglingizni aynishi belgisi ham o'shaniki. Ko'ngil aynish beradi, qayd qilish beradi, ishtahasizlik beradi, u ham o'shaniki. Shuning uchun qayta bir kun, ikki kun mana dorini kuchli kuzataylik, effektini. Keyin CDning rangidan ham bilsangiz bo'ladi, joyiga tiniqlashish boshlanadi.